Ko'rib qoldim bir qizni yubkachasi tor ekan. Baland chapol kiyib olgan, iPhone'chasi ham bor ekan. Turtilib ketib u qizga kechirim ham so'radim, kulib qo'ydi. O'sha qiz uni darrov o'radim. Endi men ham kelishgan yigitman. Yoqib qopman ko'ngliga, do'stlar yarim kechasi bordim uni do'miga. Chinorin tagida bitta gudok tashladim, kirib olib uyga sekin gapni boshladim. Bo'ydoqchilik ekan do'stlar shunday bo'lib qoldi, ayni qizg'in pallada uydalar kelib qoldi. Naqlarim bilmay asta boshib qashladim, jon shirinda do'stlarim naq balkondan tashladim, 4-etajida. Do'stlar bunday yurishni onasini devordim. Qolib ketdi kiyimlar, mayka shortida kevordim. Qishda edi. Endi chiroyli qizlarga sira qiyo boqmayman, baland qavatli domlarga endi qaytib bormayman. Bir boshimga tushdi, sayoq yurish tayog'i, baland qavatli domlar tagida singan necha yigit oyog'i. Do'stlar, yaxshi yashay desangiz, maslahatim olib oling. Har xil holat bo'lar ekan, maykangizni kiyib oling. Bizga she'rlar yozib turamiz endi o'zimizni qalamimizga mansub. Qalam o'tkir bolalardanmiz. Takas bugun ertalab qalamimni tushirib chiqdim. Qarang, tushirib chiqarib to'g'ri kelasizmi? Endi nima? Qachon endi bu? To'y. Ya, turishga chiqqanmiz. O'zi shuni so'rayapman. Yo'q. Mana bolalar bilan qizlarning xiyonati bo'yicha kimlar ko'proq xiyonat qiladi deb o'ylaysiz? Mana siz ayrilgan ekansiz. Ayrilikqa kim ko'proq sababchi bo'lgan? Bolalar. Sizmi? Bolalar bilan gaplashmaydi, bitta bilan gaplashinglar, tavba qildim. Bolalar bilan gaplashsangiz, aniqda u. Mayli, nima